Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan joylarda bayram tantanalari davom etmoqda. Tadbirlar Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz bosh g'oyasi asosida tashkil qilinyapti. Ularda mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar va ulkan islohotlar o'z ifodasini topyapti. Navbatdagi lavha Bog'ot tumanida o'tkazilgan mustaqillik to'yidan tayyorlangan. Bizning milliy mustaqilligimiz mard va matonatli xalqimizning qat'iy irodasi, istiqlol yo'lida kurashgan fidoyi ajdodlarimiz orzu-umidlarining ro'yobi bo'lib, yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan ezgu ishlarimizning mustahkam asosi, kelajak avlodlarimiz uchun bezavol yetkazishimiz shart bo'lgan buyuk va muqaddas qadriyatdir. Albatta, bosib o'tilgan 35 yillik yo'l va undagi mashaqqat va yutuqlar, yangi O'zbekistonda bo'layotgan katta islohotlar mazmun mohiyatini bugungi yoshlarga tushuntirish orqali ularda vatanga, mustaqillikni mustahkamlashga daxldorlik hissini kuchaytirish zarur. Joylarda bo'layotgan tadbirlar, uchrashuvlar shular o'z aksini topmoqda. Bog'ot tumani markazida joylashgan Abu Rayhon Beruniy nomli mahallada bo'lib o'tgan mustaqillik to'yi tadbirlari ham ana shunday ezgu maqsadlarga yo'naltirildi. Tadbir doirasida tumandagi mahallalardan tarkib topgan bilimdon jamoalar o'rtasida zakovat intellektual o'yini tashkil qilindi. Yaxshi natija ko'rsatgan jamoalar kitoblar bilan taqdirlandi. Men hozirda Urganch davlat universiteti 2-bosqich magistrant talabasi bo'lib tahsil olib kelmoqdaman va bugungi kunda yosh talabalar uchun, xotin-qizlar uchun ham juda keng imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan magistrga kirgan har bir qizlarning kontrakt summalari to'lab beriladi. Bu ham albatta xotin-qizlarning ilm olishiga bo'lgan imkoniyatlar eshigini juda keng ochganimizdan dalolat beradi. Chunki har bir ilmli farzand, har bir ilmli ayol albatta buyuk kelajak sari yetaklaydigan farzandlarni tarbiyalash o'z hissasini qo'sha oladi. Magistratura talabasi sifatida bugungi kunda Xorazm viloyati ob-havosini yaxshilash bo'yicha ilmiy ishlar olib bormoqdamiz va bu ilmiy ishlar doirasida bizning Urganch davlat universiteti professor o'qituvchilari bilan birgalikda olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarimiz ham bugungi kundagi havomizni yaxshilash, tabiatimizni yaxshilashga va albatta yoshlarga yaratilgan imkoniyatlardan keng ko'lamda foydalangan holatda tabiatimizni va buyuk O'zbekistonimizni yanada yaxshilashga o'z hissamizni qo'shishda davom etmoqdamiz. Va bularning barchasini inobatga olgan holatda men barchani kirib kelayotgan mustaqillik bayrami, yangi O'zbekistonning mustaqilligi bilan yana bir bora chin qalbimdan tabriklayman va mustaqilligimiz abadiy bo'lishini, xalqimiz albatta bardavom va mustahkam holatda, prezidentimiz har doim omon bo'lishini tilab qolamiz. Tuman markazidagi amfiteatrga yaqin atrofdagi mahallalardan nuroniylar, oqshom sayriga chiqqan oilalar, yoshlar jamuljam bo'lib, mustaqillikning 35 yilligiga bag'ishlangan tadbir jarayonlarini tomosha qilishdi. Ular viloyatdan kelgan hamda tuman madaniyat bo'limi san'atkorlarining kuy-qo'shiqlarini tinglab raqsga tushdilar. Mana mahallamizda shunday ajoyib bayram bo'lib turibdi. Hammamizda bayram shodiyonasi. Bu ko'p kutilgan, orzu qilgan bayramimizki, hammamiz tayyorlanganmiz. Ana muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan mahallamizda shuncha obodonchilik bo'lib turibdi. Vodoprovod tozalanmagan, yo'llar asfalt bo'lmagan, gazlar tozalanmagan, umuman remont qilinmagan hech narsa qolmadi. Xudo shukr. Bu biza oldin orzu qiladik faqat. Endi hozir hammasini erishib turibmiz. Mustaqillik bizga ko'p narsa berib turibdi. Lekin shunda ikkinchi savol qo'yish kerak. Mustaqillikka bize nima beryapmiz? Mustaqillikka o'zingiz ishtirok qilishimiz kerak. Hissa qo'shishimiz kerak. Shunda men meni hisoblaganda 9 farzandim bor, kuyovlar bilan 18 bo'ladi, kelinlar bilan 18 ish o'rni yaratdim bu o'sha. Lekin hali bu to'xtab qolish degan narsa emas. Nevaralarim hisoblasak yana 30 dan ziyodroq ish o'rni yaratishim kerak. Buni ishlab turibmiz. Bu to'xtab bo'lmaydi. Chunki senin qilgan ishingdan xalq manfaatlari bo'lsin, davlat manfaatlari bo'lsin, qolsa o'zing ham manfaatlar bo'lsin. Va senda bir shuni g'urur bo'lsinki, davlatga, odamlarga yaxshiligim deyapman. Shu maqsadda ish qilsang, hammasi ajoyib. Bayram tadbirida yosh sportchilarning chiqishlari ham namoyish etilgani bejiz emas. Chunki ular viloyat, respublika, Osiyo va jahon arenalarida yaxshi natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Men O'zbekistonning baxtli farzandiman. Bir necha yillardan beri sport karate yo'nalishida shug'ullanib kelaman. Prezidentimizga katta rahmat. Bizga shunchalik sport komplekslarda, maktablarda zo'r sharoitlar qilib bergan. Men qisqa vaqt ichida bir necha musobaqalarda g'olib bo'ldim. Jahon chempionati Tojikistonda bo'lib o'tdi. O'z vaznimda, o'z yoshimda 12 yoshida tushdim va jahon chempionatida 1-o'rin va 2-o'rinlar olib keldim. Kamar ham utdim. Keyin Gurlanda Osiyo chempionatida ham 1-o'rinlar olib keldim va bir necha musobaqalarda ko'p 1-o'rinlar olib kelganman. Men yana sport bilan ko'p shug'ullanib, O'zbekistonda ko'p sovg'alar olib kelaman.
Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan bunday tadbirlar, uchrashuvlar tumandagi barcha mahallalarda davom etmoqda.